Green karta to'ldirish bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqda yangicha firibgarliklar tarqalyapti. Gap shundaki, DV 2027 boshlanishi cho'zilyapti. Rasmiy tarzda DV 2027 hali boshlangani yo'q. Boshlanmasligi, qachon boshlanishi haqida aniq ma'lumot ham yo'q. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan, o'tgan yilda ham bu haqida bizni ko'p ogohlantirganmiz. Turli tuman shu Qo'shtirnoq ichidagi yordamchilar shartnomalar tuzish orqali green kartaga o'ynab berishayotgan ekan. Ba'zi bir odamlar bizga tashyapti. Mana biz green karta o'ynadik, sizlar ochilmadi deyapsizlar, lekin biz mana mamta ro'yxatdan o'tdik, qo'limizga shartnoma berishdi deyishyapti. Juda ham e'tiborli bo'linglar. Ertaga green karta ochilgan taqdirda ham har yili shu muammo bo'ladi. Hech qanaqa shartnoma u confirmation raqam o'rniga o'tmaydi. Agar shartnomaning ichida confirmation raqam bo'lsa, bu demak to'g'ri shartnoma bo'lishi mumkin. Lekin hech qanaqangi confirmation raqam bermasdan shunchaki pechat bilan shartnoma beradigan bo'lsa, ertaga may oyida javoblar tekshirilayotganda siz javoblaringizni tekshira olmaysiz, yutuv chiqquday bo'lsa, sizga shartnoma bergan firma aytgan summani berishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun eng biza tavsiya qiladigan narsamiz, ba'zi bir firmalarda ro'yxatga olib qo'yish uchun ma'lumotlarni yig'ib olish bo'lishi mumkin. Lekin pul talab qilib yoki men sizni registratsiyadan o'tkazib berdim degan da'volarni qilishayotgan bo'lsa, bu yolg'on gapirishayotgan bo'ladi. Sababi registratsiyadan o'tish uchun hali sayt ochilgani yo'q. Sistema ochilishi bilan post qo'yamiz, falon kuni ochildi deymiz va rasman ro'yxatga olish ana o'shanda boshlanadi. Faqatgina rasmiy ro'yxatga olish boshlangandagina pul to'lashinglarni tavsiya qilamiz. Kim bilan ish qilishingidan qat'iy nazar.